Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Yana bir ishimizni yakunlaganmiz. Lovosh tumani Uchtepa qishlog'iga qo'yilgan Andijonda ishimiz. Akfa Plus Sheffil rangida 2 qavat oynaga 24 metrga teras olib kelganmiz. Bo'ylari 3 metr bo'ldi. Urush kvadratlari 70 kvadrat 6,5 ming dollarga bo'ldi. 95 dollardan aylandi kvadratlar. 4 ta joyda eshiklari bor. Qolgan orada sложный mexanizmlari bor. Ochiladigan. Arka fonda ustullarni o'ralgan, xudo xohlasa chiroyli bo'ladi. Ichkaridan bir ko'rib qo'yamiz, kirishlarni. Romlari sложный mexanizmda, eshiklari balkon. Flashlari ham cho'kdi, xudo xohlasa. Ichkaridan bitta romlarning ochilishini ko'rib qo'yamiz. Romlari sложный mexanizmda bo'ldi hammasi. Shunday xizmatlar kerak bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. Plastmassalarimiz Akfa plastikiga, Akfa firmasiga kvadratlar 100 dollardan chiqyapti. Petlarni ham joker petlar qo'yib berganmiz. Nomerlarni qoldiramiz pastda. Aloqadamiz xudo xohlasa.